Assalomu alaykum, hurmatli Tarix tizimi Telegram kanali obunachilari, hurmatli ustozlar hamda abituriyentlar. Demak, milliy sertifikat namunasida test tashkil etdik bugun. Diagnostik testimiz. Test mualliflari Zahiriddin Jumanazarov, Bahrom Hikmatov, Kamina Husomoy Xoldortovlar va ushbu testni tahlilini qilib beramiz. Test tahlilini o'sha Husomoy Xoldorov tomonidan olib boriladi. Demak, hozir ekran ko'rinyapti. Demak, YouTube'da qo'yadigan bo'lsak bu videoni hamma ko'radi. YouTube'da ko'radiganlarga maslahatim videoni ko'rib, oxirida tahlil haqida fikrlaringizni yozib qoldirasiz va YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz. Qolganlar hozir Telegramda to'g'ridan-to'g'ri jonli translyatsiya qilinyapti va ayrimlarga ko'rinib, ayrimlarga ko'rinmayapti. Ko'rinayotganlar diqqat qilib eshitib borasiz. Ko'rinmayotganlar, agar sizga ovozim borayotgan bo'lsa, ovozimni eshitib tahlildagi testni o'sha chiqartirib, ochib olib yoki yuqorida skrinshotini tashlab qo'ydim. Aynan shu skrinshotni ko'z oldingizga keltirib, ochib olib, bitta-bitta ruchkada belgilab boraverasiz. Nimaga? Chunki keyinroq ko'rinib qolishi ham mumkin, Yaxshi, demak, tahlilni boshlaymiz. 2000 ga yaqin odam kuzatyapti bizni. Chiroyli qilib, sifatli qilib tahlil qilib beraman. Boshladik. Demak, birinchi savol. Qaysi voqeadan keyin Oktavian va Mark Antoniy Rim imperiyasini sharqiy va g'arbiy qismga bo'lib olgan? Savol juda yaxshi tushyapti. Bu 6-sinf qadimgi dunyo tarixidan tushgan. Ushbu testimizni menimcha ko'pchilik topa oladi. Qaysi voqeadan so'ng degan. Demak, to'g'ri javobga A javobni o'qiyman. Bitta-bitta variant o'qib ketasiz. Birinchi savollarda A javobda aytyapti, Sezarga suiqasd uyushtirilgandan so'ng, miloddan avvalgi 44-yilda fuqarolar urushi boshlanib ketadi. Aynan u voqeadan keyin emas. Rim imperatori Feodosiyning o'limidan so'ng, Sezarga suiqasd uyushtirilgandan so'ng, uni jiyani Mark Antoniy Oktavian hokimiyatga keladi-da. Mark Antoniy bilan hali unda nima qilmagan, ittifoq tuzmagan. A javob xato. Rim imperiyasi imperatori Feodosiy milodiy 395-yilda vafot etadi. Aynan shu 395-yilda bo'lsa, bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Chunki Mark Antoniylar miloddan avvalgi 1-asrda yashagan. Bu milodiy 4-asr haqida gap ketyapti. Yozib ketamiz yoniga. 44-yil Oktavian keladi. Qizil yozib ketaman. Milodiy 395-yil. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Sabab anlar 1-asrda. Bo'ldi, qisqa qilib yozib ketyapman. Miloddan 1-asrga to'g'ri keladi bo'ladi. Brut boshida respublika tarafdorlari mag'lub qilgandan so'ng aynan shu to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob S. S to'g'ri bo'lgandan keyin D ga qarash bu noto'g'ri. Siz o'zingiz shunchaki vaqtingizni olasiz. Tushundingizmi? Madina, ko'rinyaptimi ekran? Yaxshimi hammasi? Ha, ko'rinyapti. Yaxshi. Hop. Ko'rinayotgan bo'lsa yaxshi. Demak, davom etamiz. Hop. Endi bitta narsa bor. Test ishlayotganda asosiy bir qoida, formula bor. Dastlab bilgan javoblarimizdan ishlashni boshlaymiz. Bilgan testimizdan ishlashni boshlaymiz. So'ngra o'zimiz bilmagan javobni ishlashdan boshlaymiz. Kelishdik-a? Dastlab hamma o'zi bilgan javobni ishlaydi, keyin bilmagan javobni ishlab boradi. Keyingi savolga o'tamiz. Quyida keltirilgan voqealar qaysi davrga to'g'ri oid ekanini aniqlang. Yana bitta bizda imkoniyat bo'ladi, xato javobni chiqarib tashlash. Aytaylik, biz testni to'g'ri javobini bilmasmiz. To'g'rimi? Lekin xato javoblarni bilib turibmiz, ko'nglimiz yetyapti. Demak, aynan ana shu xato javoblarni chiqarib tashlash usuli orqali ham siz to'g'ri javobini topsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savol ham qadimgi dunyo tarixidagi ma'lumotlardan savol kelyapti. Quyida keltirilgan voqealarni qaysi davrga oid ekanligini belgilang. Bu yerda qadimgi dunyo tarixida davrlarda bo'lib o'tgan bir nechta voqealar turibdi. Shu voqealarni men davrga moslab aytib o'tib ketaman. Bu test birinchi ishlash o'rgatib qo'yay. Bu testlar ishlashda variantlar bilan ishlaymiz. Qaranglar. 1 S, 1 E, 1 F, 1 E degan javoblar turibdi.
Demak, 1S degan javobni o'qiyman. Agar birni yaxshiroq biladigan bo'lsak, javob topib olish imkoniyatimiz ham bor. Boshladim. Inson doimiy turar joylar qura boshladi. Inson doimiy turar joylarni neolit davrida qurgan, ya'ni yangi tosh davrida quradi. Demak, A javobga birga S ni moslashtiradi. Ya'ni S so'nggi paleolit turibdi, mana ko'rgan bo'lsangiz. So'nggi. Demak, bu xato. Bir neolit davridagi bo'lgan voqea bo'lganligi sababli ham S javob xato bo'ladi. Endi birga neolit. To'g'ri bu yerda. F ni ko'ramiz. F da neolit turibdi. F da neolit. Bu ham xato. Xo'p, demak, doimiy turar joylar neolit davrida qurilgan. Shuning uchun ham unga boshqa davrlarni qo'ygan variantlar xato bo'ladi. Ya'ni A javobda birga S ni qo'yapti, B javobda birga S javobda birga F ni qo'yapti. Bular xato bo'ladi. Shuning uchun ham bu ma'lumotlarni olib tashlaymiz. Birga degan javoblar to'g'ri. Ya'ni neolit B hamda D javob to'g'ri kelyapti. Ikkinchini ko'radigan bo'lsak ham 2 ga S turibdi. Odam qarindoshlardan tarkib topgan, ixcham guruhga so'nggi paytda birlashgan. Ikkalasida ham S. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Hop, uchinchiga qaraydigan bo'lsak, uchinchida A turibdi, F turibdi. Demak, biz uchinchi savolga qarab javob topsak bo'ladi. 3. Idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan qachon foydalanilgan? Kulolchilik xumdonlaridan neolit davrida foydalanilgan. Lekin testda mana bu yerda 3 ga A turibdi. A ilk paleolit degan xato bo'ladi bu. Uchinchi ma'lumot xato moslashgan. Shuning uchun ham to'g'ri javob mana 3 ga F neolit davri bo'lgani uchun D javob olamiz. Kelishdik, variantlar bilan ishlayveramiz. Shunaqa savollar kelsa, variant ochib ishlab kelsak bo'ladi. Endi men aytib o'tib ketaman davrlar. Inson doimiy turar joylar qurdi neolit davrida, urug' jamoalari so'nggi paleolit, idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalangan neolit davrida, mis tosh davrida, yurtimizda qadimgi to'rqob ketib buyuk muzlik davri boshlandi. Ilk paleolit oxirlaridan boshlangan mezolit davrida tugaydi. Yurtimiz qadimgi aholisi va qadimgi shahar elitlar o'rtasidagi keng madaniy aloqalar bronza davrida bo'ladi. Insonlar hayvonni qo'lga o'rgatishi mezolit davrida, dastlabki diniy e'tiqodlar vujudga kelishini ko'pchilik o'rta paleolit davriga bog'lab ko'radi. Teshtosh g'oridagi 8-9 yasharli bolani dafn marosimi, ya'ni unga etik shoxlarini chizib qo'yishini aytyapti. Shu haqida gap ketyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, menimcha hamma bu savolga tushundi. To'g'ri javob D bo'ldi. 6-sinf qadimgi dunyo tarixidagi savollardan biri. Shu davom etamiz. Keyingi test 3-test. Bunday turkumdagi savollar tushyapti milliy sertifikatda. Quyidagilarni tahlil qilib, nuqtalar o'rniga mos berilgan javobni toping. Demak, ko'ramiz tahlil qilib. Bu yerda mantiqqa mos kelish kerak. Janubiy slavyanlar guruhi deyapti. Serb, bolgar .3 ni topishimiz kerak. Janubiy slavyanlarda. Demak, men bularni qarab ko'raman. Polyaklar, chex, slovak, polyak, bular qaysi biriga kirgan? G'arbiy slavyanlarga kirgan. Bu g'arbiy deb yozib qo'yamiz yoniga. G'arbiy polyaklar. Slavyanlar janubiy. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Janubiy slavyanlar so'rayapti. Slovak, bu ham g'arbiy. Chex ham g'arbiy. Rus, Ukrain, Belaruslar esa sharqiy slavyanlarga kirgan. Slavyanlar 3 ta guruhga bo'lingan. Sharqiy. Uzr bu. G'arbiy emas. G'arbiy va g'arbiy. Xo'p, demak, to'g'ri javob keldi. Keyingi savolga o'tamiz. 4-savol. Quyidagi tarixiy hujjat, ya'ni shartnomalarning nomlari keltirilgan. Buxarest tinchlik shartnomasi, Tezlik shartnomasi, Karlovich shartnomasi hamda Guliston shartnomasi. Ular orasida eng avval imzolanganini aniqlab, uning natijasi keltirgan javobni toping. Demak, u shartnomalar haqida gapirib berib ketaman. Demak, Buxarest shartnomasi bor.
Buxariy shartnomasi Ruminiyaning Buxariy shahrida 1812-yilda imzolangan bo'lib, bu shartnoma Usmonli va Rossiya o'rtasida imzolanadi, ya'ni 1806-yildagi urush natijasida. Bu shartnoma natijasiga ko'ra o'sha Moldovaning sharqiy qismi Rossiyaga qo'shib olinadi. Eslab qolamiz. Buxariy shartnomasi yilni yozib ketaman. Bu yangi darsda berilgan, 9-sinf jahon tarixi 1802. Tilsit shartnomasi. Aynan Tilsit shartnomasi shu nimasi yozib qo'ygan, Rossiya bilan Fransiya o'rtasida 1807-yil Tilsit shahrida imzolangan shartnoma bo'ladi. Eslab qolinglar. 1807. Xo'p, keyingi ajoyib shartnomalardan biri bu Karlovich shartnomasi. Karlovich shartnomasi 1699-yilda imzolangan. Menimcha ko'pchilik biladi Karlovich shartnomasi haqida. Tinchlik sulhi Turkiya bilan o'sha butun Turkiya o'sha vaqtda 1699-yil shartnomaga ko'ra Vengriya, Transilvaniya, Xorvatiya kattagina qismidan ayriladi 1699 shartnomaga ko'ra. Bu 1699-yil. Sanasini ham bor, eski kitoblarda bergan 26-yanvarda imzolangan bu shartnoma. Guliston shartnomasi Rossiya bilan Eron o'rtasidami ekan Guliston shartnomasi imzolanishi? Adashmasam shunaqa. Rossiya Eron o'rtasida o'shanda Eron shohi Fotih Ali bo'ladi, Rus podshosi Aleksandr I bo'ladi. Birinchi Rus-Eron urushi natijasida imzolangan 1813-yillardagi imzolanishi 1813-yilga to'g'ri keladi. Hisob qilinglar. 1813-yil. Demak, Guliston shartnomasi bor. 3-4 ta shartnomani ko'rdik. Ulardan eng avvali qaysi bo'lgan? Karlovich shartnomasi. Tagiga chizib, sariq qo'yib qo'yaman. Ushbu shartnoma natijasini hozir aytib o'tdim men. Shartnomalarda aytayotgan biroq natijasi bilan Turkiya deyarli butun Vengriyani, Transilvaniya, Xorvatiyaning kattagina qismini va boshqa bir qator hududlarni tark etadi va Karlovich shartnomasiga ko'ra bo'ladi. To'g'ri javob. Shu javobda qolamiz. Demak, Eron, Gruziya, Dog'iston va Ozarbayjon kattagina Guliston shartnomasi bo'ladigan bo'lsa, Rossiya Buyuk Britaniya bilan aloqani uzish bu Tilsit shartnomasi bo'ladi. Moldovaning sharqiy qismi Rossiyaga qo'shib olishi esa qaysi shartnoma ekan? Buxariy shartnomasiga to'g'ri keladi. Demak, hammasi bo'yicha ma'lumot berib o'tdim. 9-sinf jahon tarixi yangi nashr darsligidan olingan bu ma'lumotlar. Xo'p, yaxshi, ovozim boryaptimi? Madina ovozi past deyishyapti izohlarda, botlarga yozib. Ovozim qanaqa? Ozgina past eshitilyapti. Hozir bo'lmasa Telegramga kiraman, ovozimni ko'tarib olamiz. 200% turibdi ovozim lekin. Menimcha internetda muammo bordir. Atamalar bilan bog'liq ma'lumotlarni ham doim aytaman, testlarda ishlashda qaranglar. Siz imtihonga kiryapsiz, sizga 4 ta atama beryapti. Unia, Direktoriya, Huguenot, Conquistador. Siz bularni aytaylik, bu bir kishi izohga 1812 Buxariysi biz necha deb yozdik? Buxariysi 1802 o'qibdi o'zi. 12. 4 ta atama beryapti. 4 ta emas, bu yoqda aytaylik yana 4 ta borda. Jami 8 ta yoki 5 tadan 10 ta atama beradi. 10 ta atama bersa, biz 10 ta atamani hammasini ham topib ham topa olmasdan ham aytaylik tahlilda qilishimiz mumkin atamalarni. Xo'p, Unia, Direktoriya, Huguenot, Conquistador. 8-sinf jahon tarixlarida bor bu atamalar. Masalan, ichidan bittasini bir sezdan topsangiz bo'ladi. Lekin buni ishlash uchun eng asosiy yo'l bu variantlar bilan ishlash. Boya ko'rdik-ku. Mana bularni o'qimanglar, variantlarga qarang. 1 B javobda 1 ga A, C javobda C, D javobda A. Javob topishingiz siz uchun hozir osonlashdi. Nimaga? Sababi bu yerda B bilan D javobga 1 ga A turibdi. A hamda C javob har xil javob bor. Agar 1 ga A javob to'g'ri kelmasa, javob to'g'ri kelsa, A javob borki, A variantda javob. Shuni o'zi to'g'ri. Lekin ham, C ham to'g'ri kelmasa, birda ikkini ham ko'rishga to'g'ri keladi, direktoriyani ham ko'rishga to'g'ri keladi. Ya'ni B, D ni ham ko'rishga to'g'ri keladi. Demak, men o'qib eshittiraman, ko'ramiz. 1.
Uniya deyapti birga. Hop, ni ko'ramiz. Fransiya Burj inqilobi yillari oralig'ida 1799-1804-yillarda Fransiyada amal qilgan ijroiy hokimiyat organi shunday nom bilan atalgan. Do'stlar, konsullik bo'ladi bu. Konsullik. Demak, birga degan javob xato. Eng qizig'i, bu yerda konsullik degan organ hech qaysida yo'qda. Masalan, to'rala joydan bor joydan chiqaraveramiz. Demak, A javobi chiqib ketdi bizdan. B javob ham chiqib ketdi. 2dagi D javob ham chiqib ketadi. To'g'ri javob C bo'ladi. Agar siz konsullik degan atamani bilganingizda, nechinchilarda Eron Fransiyada mavjudligini, javob bittada chiqdi. Tushundingizmi? Men boya nimaga aytdim? 50% deb, endi to'g'ri 50% deb aytganman. Ishlash taktikasini o'rgandingizmi endi? Ya'ni siz xato javobni chiqarib tashlash usuli orqali ham javob topsangiz bo'ladi. Ichimizda atamalar to'liq yodlamaganlar yoki chala-chulp yodlaganlar bo'lsa, endi to'g'ri maslahat beraman, hali vaqt bor to'liq yodlashdi. Lekin testga kirsangiz, kitobdan boshqa darsliklardan ham savollar kelib qolib atamalar kiritiladigan bo'lsa, ichida siz bitta ma'lumotni xato ekanini bilib olsangiz, mana unga o'xshab test 100% to'g'ri topa olasiz. Bu topa olishingizni nimaga hozirdan aytyapman sizga? O'zingizga nisbatan va o'sha ishonchni yo'qotib qo'ymang. Testga kirasiz, o'zingizga nisbatan bo'lgan ishonch yo'qoladi, hayajonlanasiz va bilgan narsangizdan xato qilib chiqasiz. Shunaqa emas. Topsa bo'ladi. Tushundingizmi endi? Demak, atama 5-savol. Atama qismi qanchada topdik biz? 1 sekund ham ketmadi, Atama savolini 2 sekundda topdik, 2 sekundda topdik. Mana. Sizda ham shunday imkoniyat bor. Shunaqa savol ham kelib qolishi mumkin-da sertifikatda. To'g'ri, endi hammasi ham bunday kelavermaydi, lekin bitta shunaqa kelib qolishi mumkin. 2 sekundda topmang, siz 2 daqiqada toping, 1 daqiqada toping. Lekin ikkitasini topsangiz ham bo'laveradi. Shu usuldan foydalaning. Ko'rdingizmi? Hop. Yaxshi, davom etamiz. Endi qolganlarni joylab qo'yaylik, Uniya atamasini ma'nosini ko'ramiz. Uniya nima degani? Uniya. Hop, birga S deyapti. Bir monarx boshchilar ittifoqi uniya deyiladi. 2. Direktoriya. Direktoriya 1795-99-yillardagi o'sha Rossiyani Fransiyadagi ijroiy hokimiyat organi direktoriya deb ataladi. 95-99 5 kishilik bor oqsoqollar kengashi bor-ku, shu aytyapti. Gugenotlar 18-16-18-asrlarda Fransiyada protestant kalvinizmlar tarafdorlari gugenot deb atalgan. Puritanlar esa Angliyada, u Aga puritanlar bo'ladi. Yozib qo'yaylik o'zasi puritanlar. Endi bu asli Angliyada shakllangan mazhablardan biri puritanlarda. Qolganlarning javobi chiqdi mana. 15-16-asrda Yangi dunyo Amerika Misrga qarshi Ispaniya yoki Portugallar bosqinchilar bu konkistadorlar deb ataladi. Konkistador. Tushundingizmi? Hop, yaxshi. Davom etamiz, keyingi savolga o'tamiz. Endi keyingisini tezroq berib ketaman. Tahlilni. Hop, chiqasin bizga. Dukat. Men nima deb eslatganim darsda dukat, ko'kat, pul birlik. Oltin va kumush tangalar bo'lib, birinchi marta 1284-yil Venetsiya Respublikasi tomonidan Florensiya pullariga taxlid sifatida ishlab chiqarilganlar, bular dukatlar deb ataladi. Dukat. Ya'ni dukat deganda shular asosan. Demak, dukat birga A bo'ladi. Birga A degan javob o'zi 3 ta javobda bor ekan. Bitta mana S javobni o'yindan chiqarib olib turaman. Keyingisi, hop, senyoriyani ko'pchilik biladi. Senyoriya hokimiyat boshqaruv organlaridan birida. Senyoriya o'sha nima desam bo'ladi?
13-15 asr Italiya shahar davlatlarida hokimiyat boshqaruv tizimi idorasi bu signoriya deb ataladi. 3 ga D bo'ladi. Mashikulini ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin rentani biladi. Renta hozir juda ko'pchilik biladi, renta kartlar chiqib ketdi-ku. Renta kart degan mashina ijaraga beruvchilar, ya'ni mehnat daromad va kapital qo'yilmalaridan olingan daromaddan tashqari yana har qanday daromad renta deb ataladi. Ko'p bo'ladi, o'sha nima qilaveradi, renta. Arenda bor-ku, renta, arenda. Shunga o'xshagan narsa. Demak, 4 ga E, 1 ga A, 3 ga D. Ikki qaysi bo'ladi shunda to'g'ri javob? Mashikuli. Ikkita javob turibdi, qayna tushuntirib qo'yaman. Qala devoridan biroz tortib chiqqan dumaloq desa, dumaloq baraban dumaloq-ku. Barbakan bo'ladi bu. Shakldagi minora. Dushmanga qarata har tomonlama o'q otishni ta'minlaydi. Endi S'dagisi qala devori va minoralarni yuqori qismda joylashgan vertikal o'q otish uchun mo'ljallangan ilmoqli bo'shliqda iborat mudofaa inshoot desa, mashikuli bo'ladi. Bu atama 8-sinf jahon tarixida berilgan bo'ladi. 8-sinf jahon tarixida berilgan mashikuli barbakan hisoblanib bo'ladi. Aylana bo'lsa barbakan, nargisi bo'lsa ilmoqli nima bo'lsa bu vertikal o'q bo'ladigan bo'lsa mashikuli bo'ladi. Xo'p, demak javoblarni men buni ishlashni o'rgatmasdan shunday javobini aytib ketaman, hammasini aytib ketdim. To'g'ri javob bunga B bo'ladi. 1 ga A ni aytdim, 2 ga mana mashikuli S bo'ladi, signoriya D bo'ladi, bitta hokimiyat ramzi, renta bo'ladigan bo'lsa E bo'ladi. Mehnat daromadi va kapital qo'yilmalaridan olingan daromaddan tashqari har qanday daromad, ya'ni ijara, bu renta hisoblanar ekan. Xo'p, demak B dagisi barbakan yozib qo'yishim mumkin. Mana bu topilmagan narsadan. Barbakan. Tushmadi yozilganim. A dagisi bu dukat bo'ladi, A dagisi. Yaxshi, mana bu bor. 8-18 asrda Venetsiya respublikalarida saylangan rahbar Doj. Doj deb. Dojlar saroyi bor qurilgan. Nargo barbakan sig'madi, sig'gan yozib qo'yardik. Kichikroq chiqarib 8. Bar deb yozgan, barbakan xullas. Keyingi testga o'tamiz, tarixiy shaxs. Ushbu shaxs mantiq ilmi, etika faniga asos solgan yunonistonlik buyuk faylasuf hisoblanadi. Miloddan avvalgi 367-yilda Afinaga borib, Platon akademiyasida tahsil ko'rgan. Miloddan avvalgi 4-asrda ochilgan Platon akademiyasi haqida gap ketyapti. 20 yoshda uning ishlarida ishtirok etdi. Miloddan 343-yilda e'tiboran Makedoniya podshosi Filip II taklif bilan shahzoda Aleksandrga murabbiylik qildi. Mana shu joyda biz uchun fokusli tomoni bo'ladi. Ya'ni Aleksandrga murabbiylik qiladi Filip II taklifiga ko'ra. Buni biz kitoblarda o'qiganmiz. Aleksandrning ustozi unga deydi Amudaryodan o'sha Kirikkinchi va Do'ro'birlarni kesib o'tganligi va ular cho'kib xullas mag'lubiyatga uchraganligi, sen esa yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish kerakligi haqida uqtirganlardan biri o'sha Aleksandr Makedonskiyning ustozi Arastu bo'ladi. Arastu, eslab qolinglar, Arastu. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Miloddan 335-yil Afinaga qaytib o'zining Likey maktabini tashkil etadi. Likey maktabini kim tashkil etgan ekan? Bu ham o'sha Arastu tashkil etgan. Aleksandr vafotidan keyin 323-yilda xudosizlikda ayblanib, Ebeya Xalkidasiga qochishga majbur bo'ladi va uning oxiri shu edi. Arastuni yana nima deb ataladi bizda? Aristotel deb ataladi Yevropada. Bizda Arastu, Aristotel, to'g'ri javob D bo'ladi. Aristotel. Kelishdiga. Qadimgi dunyo tarixidan savollar kelishi mumkin. Qo'llanmalarda bor biz birinchi qismda. 8. Tarixiy shaxsni aniqlang. U 1925-2013-yillarda yashagan bo'lib, Buyuk Britaniyaning mashhur siyosatchisi bo'ladi. Konservatorlar partiyasidan bo'lgan va 1979-90-yillarda bosh vazir bo'ladi. Demak, 79-90-yillarda kim bosh vazir bo'lgandi? Margaret Thatcher, Temir xonim deb atalgan. Temir kansler kim edi? Hop. Temir bilan bog'liq yozib ketamiz. Qaranglar, ma'lumot o'rnida. Demak, Temir xonim.
Margaret Thatcher. Olovcha qilib yozib ketaymi sizlarga yaxshiroq esda qolish uchun. Hop, temir kansler. Temir kansler. Otto von Petrovich Bismarck. Otto von Bismarck. Va uchinchisi bor, Temir Amir bor. Kim bor Temir Amir? Kim biladi? Temir Amir. Abdurahmon. Qayerdan edi u? Abdurahmon, Amir Abdurahmon. Afg'oniston amiri Abdurahmon bo'ladi. Amir Temur bor. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Demak, Temur xonimdan bilib oldik. 79-yilda bu Margaret Thatcher. Qolgan ma'lumotlarni o'qimasdan ketaveramiz, chunki vaqtimiz ziq. Qolganlarni ko'rib ketaveramiz. Edward Hit zo'r ekan ismi. Xo'p, endi davlatlar, tarixiy davlat. Ushbu tarixiy davlat 12-asrda Afrika janubidagi Zimbabve va Limpopo daryolari bo'yida mavjud bo'lgan. Uning poytaxti Buyuk Zimbabve shahri hunarmandchilik va savdo markazi bo'lib, shaharda 15,000 kishi atrofida aholi yashagan. Mamlakat hukmdori, lashkarboshi hamda oliy ruhoniy ham hisoblangan. Ushbu davlatda eng rivojlangan davr 15-asrga to'g'ri keladi. Ushbu davlat eng rivojlangan davr. Ko'pchilik bilyapti. Davlatning harbiy qudrati asosi kuchli qo'shin bo'lsa, oltin qazib olish va savdodan keladigan daromad iqtisodiy qudratni oshirgan. 17-asr oxiriga kelib o'zaro urushlarda zaiflashib, davlat shona qabilalari tomonidan bosib olingan. Qaysi javob bo'ladi, Madina? Monomotapa davlati. Qayerda bor bu? 11-asrdagi Janubiy Afrikada joylashgan. 8-sinf jahon tarixida yozib qo'ygan. Poytaxti Zimbabve bo'lgan Monomotapa davlati hisoblanadi. Buyuk Zimbabve shahri, keyincha Zimbabvedagi o'rgan. To'g'ri javob Monomotapa shahar davlati. Bu 8-sinf jahon tarixi 2024-yil 106-betda yozib qo'ygan. Qiziqqanlar ochib ko'rib, eslab ko'rsalar ham bo'ladi, o'qib ko'rsalar. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Jahon tarixidan bu savol. Davlat. Endi O'zbekiston tarixidagi davlat. Ushbu davlat Qang davlat tanazzulidan keyin mustaqil davlatga aylanadi. Turk xoqonligi va g'arbiy turk xoqonligi vassali bo'lsa-da, o'zining asriy mahalliy ma'muriy boshqaruvini saqlab, turkiy boshqaruv an'analari bilan boyidi. Turkiy davlat boshqaruvida xonning mutlaq hukmronligi ushbu hokimlikda shakllangan azaliy demokratik tamoyillardan farqlanadi. Chijou xonadoni va O'noq sulolasi vakillari bu yerda Chijou xonadoni va O'noq sulolasi. Bu Chijou xonadoni, yana qaytaraman, So'g'itda bo'lgan, Xitoyning Chijou xonadoni emas. Oqsoqollar kengashi ham So'g'itda bo'lgan. To'g'ri javob chiqdi, So'g'itda mana. Maktab darsliklarida bor, hammasi yozib qo'yilgan. Bunga A javob hisoblanadi. Mana bu savolni ko'p berardik. U 1920-yil 20-asr boshlarida Xitoyda 30-may harakati Shanxayda bo'lib o'tadi. Buyuk inqilob bo'lgan. Buyuk milliy inqilob qanday shior ostida bo'lib o'tgan? Darsda har safar savol-javob so'rayman, bu ham detalda tushgan. Buyuk milliy inqilob eslab qolamiz. Xitoy suverenitetini tiklash shiori ostida bo'lib o'tadi. Xitoy suverenitetini tiklash shiori ostida buyuk milliy inqilob bo'lib o'tadi Xitoyda. 1925-yil may oyida bo'lgan shanxaylik burjuaziya talabalar qatnashgan inqilob. Xo'p, keyingi savol. Bular yana bittalik savol. Masalan, buni aytaylik, qanaqadir bir fokuslar bilan chiqarish imkoni yo'q. Albatta, darslik bilan yaxshi tanish bo'lsangiz, chiqarsangiz bo'ladi. Mening fikrimcha. Xo'sh, davom etamiz. Quyidagi bandlar mazmuniga oid yakuniy hukmni aniqlang. Demak, mana bu ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, mana yozib qo'ygan, noto'g'ri, to'g'ri ishlar ko'ramiz. Birinchi ma'lumot haqida bu yerda xulosa beryapti.
Sharqiy Turkistonning Ili o'lkasi qo'zg'alib, Podshoh hukumati qo'shinlari tomonidan bostirilishi bilan Rossiya Eron o'rtasida chegaralar belgilandi. Bu tezda oldindan bir tushuntirib qo'yganman. Bu noto'g'ri. Nimaga noto'g'ri? Ili o'lkasi Sharqiy Turkistonda, bu ya'ni Xitoy bilan chegaradosh. Go'ktepa qal'asi turkmanlarda Eron bilan chegaradosh. Rossiya imperiyasi 1881-yilda ikkita davlat bilan chegaralarni belgilab olishga shartnoma imzolagan. Bular Eron va Xitoy. Dastlab Eron bilan 1881-yil Go'ktepa qal'asini egallagach, Go'ktepa qal'asi turkmanlarda joylashgan. Turkmanlarni janubi Eron bilan chegaradosh. Endi Turkman hududi Rossiyaga o'tgach, Rossiya imperiyasi Eron bilan o'zining chegarasini belgilash kerakmi? Kerak. Go'ktepani egallagandan so'ng hudud muhim. Go'ktepa esa Eron olislar. Ili o'lkasi Sharqiy Turkistonda. Sharqiy Turkiston Xitoy bilan chegaradosh. U yerda qo'zg'olon bostirgandan keyin Sharqiy Turkistonning hududlari yana Rossiya tomoniga o'tgandan keyin Rossiya Xitoy bilan shartnoma imzolaydi. Demak, bu yerda Ili o'lkasi bostirilgach, Eron bilan xato. Go'ktepa qal'asi qo'zg'olon bostirilgan, Go'ktepa qal'asi egallangach Eron bilan bo'ladi. Ili bo'lsa Xitoy bilan bo'ladi. Bu noto'g'ri. Bir noto'g'ri degan javob faqat B hamda D da bor ekan. Ikkini ko'ramiz. 1886-yilda Podshoh hukumati tomonidan nizom qabul qilinadi. Unga ko'ra Turkistondagi okrug sudlari tugatilib, ularning o'rniga uchastka mirovoy sudlari tuzildi. Bu yerda xato qaysi bo'ladi? Xato bu ham noto'g'ri bo'lyapti. Okrug sudlari 1898-yilda nizomga ko'ra tugatilgan. 1886-yilda tugatilgan esa uyezd sudlari tugatiladi. Uyezd. Demak, bu noto'g'ri, qizilga olib qo'ying. Qolgan joyi to'g'ri. Vasilievskiy rus va Vasilievskiy rus va o'zbek tillarini o'rganish bo'yicha qator darsliklar muallifi. Bu ham noto'g'ri. Vyatkin bo'ladi. Vyatkin. Demak, bu ham xato. Uchalasi ham noto'g'ri degan javob D da bor ekan. D ni belgilaymiz. 13-savolga o'taman. Argentinada 1995-yilda tashkil etilgan Ishchilar partiyasi qanday islohotlar uchun kurashdi? Avstriya, Vengriyada bor, yana qaysi davlatlarda bor? Germaniyada bor, davlatlarda Ishchilar partiyasi bor. Demak, Argentinadagi Ishchilar partiyasi tuzilib, eslab qolinglar, bu 9-sinf jahon tarixi eskisida aniqroq berib qo'ygan. Diniy ta'limni bekor qilish, D, yagona soliq joriy etish, namoyishlarga ruxsat berish hamda kasbiy ish bilan birlashtirish. Yana bir cherkov ta'sirini kamaytirish, ishsizlar, chips yodlab olganda, bu chips qaysi? Ch cherkovdan ishsiz, I P ga parlament saylovi, P ga aytaman. Parlamentda shunaqa edi. S ga saylov huquqi, adashmasam shunaqa edi. Bu Avstriya, Vengriyada edi. Demak, Argentinada 2, 4, 6, 8 bo'ladi. 9 jahon bergan, to'g'ri javob D. D-ni olasizlar. 14-savolga o'tamiz. 14-savol. Tarixiy ma'lumotlar to'g'ri xronologik ketma-kerakda bergan javob toping. 10-sinf O'zbekiston tarixidan tushgan har bitta ma'lumot yoniga yillarni yozib chiqamiz. Boshladik. Demak, Qo'qon shahrida Rus Osiyo banki binosida imzolangan tinchlik shartnomasi nechinchi yilda imzolangan? 1918-yilda imzolanganmidi? 22-fevralda. Shuni yozamiz. 1918 22-fevral deb. 18-yil 18 22 02 22 to'liq yozib qo'y. 1900 22-fevral. To'liq yozib qo'ydim. Xo'p. Skabelov shahrida Madaminbek tomonidan Vaxariskiy bilan imzolangan shartnoma bor. Yarash bitimi. Bu shartnoma 1920-yil 6-martda imzolangan. 1920-yil 6-mart. Taxta shartnomasi va Qiziltepa. Taxta shartnomasi Xiva bilan o'sha Turkiston
bu endi Rossiya bilan imzolangan narsa. Ruslar bilan imzolangan, Sovet Turkistoni bilan. 1919 keyinroq imzolangan bu 9-aprelda 9 esa 19:09da 9-aprel. Hop. Hozir bitta joyda xatolik ketib qolibdi. Xatolik endi u belgilashda xatolik. Xitoy suverenitetini tiklash degan joyda men xato belgilab qo'yibman. Mana to'g'rilab qo'yamiz. Qiziltepa bitimi 1918-yil 25-martmida shu. Oldin eskida o'qigandik, 25-martda imzolangan. Demak, yillarni yozib oldik. Demak, 1918-22-yil oldi. Birinchi keladi. 1, 4, 3, 2 degan javob bo'ladi. 1, 4, 3, 2. Javob C. Endi bularda ham ishlash texnikasi bor-da o'ziga yarasha. Aytaylik, hozir ko'pchilik kech o'layapti, boshqa deb yozyapti. Texnikasini o'rgatib qo'yaman. Qaranglar. Texnika qanaqa bo'ladi? Masalan, bu yerda siz yillarni bilasiz, sanalarni bilmaysiz, a? Qarasangiz o'zi javoblarda 1, 2 turibdi, 1, 4 turibdi-da. Ana ularda orada 3 birlar turibdi. 1dan keyin 2 20-yil bo'lyapti. Narginda esa 18 ikkita endi. Hammasi bir oldindan kelgan. Ko'pida. O'shaning uchun 1da birinchi o'raverasizlar. Aytaylik, mana xo'p, ustoz deysiz. Misol uchun 4dan keyin 1 kelgan, mana B javobda bor deydigan bo'lsa, lekin siz ikkalasining 18-yilligini bilasiz. Sanalarni bilmaysiz-da. Sanalarni bilmaysiz, lekin siz aytasiz, ustoz 4 birinchi kelgani ham bor-ku, sanasini bilmasam, 2 ham 18, birinchiga 4 olsam ham qolishi mumkin deydiganlar bor, lekin yo'q, bu yerda bitta B javobda 4 oldinda turibdi. Unda ham qanaqa xato ma'lumotlar. Chunki 18 dan oldinda 20 bilan 19-yil turibdi-da. Shuning uchun bu xato bo'ladi. Tushundingiz-a? 1, 4 ketma-ket keladi. Mana o'zi tunda to'g'ri javob chiqaveradi. S javob. Chunki 1, 4 ketma-ket kelgan javob faqatgina S da bor-da. Qolganlari ketma-ket kelmaydi. Oraga boshqalar qo'shilgan. Keyingisi 15, 19, 20-asr 90-yillarda Italiya tarixiga oid ma'lumot toping. Italiya kommunistik hozir darsda o'tdik. Kommunistik partiyasi 1991-yilda tarqalib ketib, kommunistik uyg'onish va Italiya sotsial partiyasi tuziladi. Bu 90mi? Matteo Renzi sog'lig'ini kamaytirish, pasaytirish, Italiya daromadlarini oshirish 2014-yilda keladi bu. 14da keladi. Kommunistik uyg'onish partiyasi tashkil topdi 91-yildagi o'sha 91-yil Italiya kommunistik partiyasi tarqalgandan keyin uning bazasi kommunistik partiya tashkil topadi. NATOga a'zo bo'lganlar 1949 yilda a'zo bo'lgan. O'zi mana shular bilsangiz javob chiqsa bo'ladi. 1, 3 bo'ladi. 2 bilan 4 bor javob topdingiz. A javobda 1, 3 turibdi, B da 4 turibdi mana. S da 4 bor, xato javob kiradi. Hop, mana ularda 2 bor. Bu ham xato, mana ham xato. To'g'ri javob qaysi bo'ldi? Shunga kelsak ham o'zi A javob bo'ldi. Oxiri ishlash shart emas. Men endi aytib o'tib ketaman. Halol qo'llar kompaniyasi 1992 Cossiga hokimiyatdan iste'foga chiqadi. Paolo Gentiloni 2016 mi ekan? 2016 adashmasam. Cossiga mana 92-yilda iste'foga chiqqani yozib qo'yadi. Federico Cossiga ham shunaqa yangi kitob yozib qo'ygan. Cossiga. Shunday. To'g'ri javob ishlab oldik. 16-savolga o'tamiz. 2017-yilda imzolangan O'zbekiston Respublikasi prezidentining, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning mahalla institutini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra qanday ishlar amalga oshiriladi? 11-sinf O'zbekiston tarixida bor ma'lumotni eslab qolamiz.
Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Yo'q, O'zbekistonda hozircha yo'q. Alhamdulillah, Allohga shukr. Xo'p, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yo'q O'zbekistonda. Yo'q bo'lgani uchun bu ma'lumotning o'zi xato. Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi ta'sis etilgan. Obod va xavfsiz mahalla tomonidan yasalgan yangi tizim hozircha joriy etilmadi. Fuqarolarni o'zini boshqarish organlarini fuqarolar yig'ini raisining o'rinbosari, ya'ni mansabdor milliy sertifikatga tushgan yoshlar masalasi bo'yicha maslahatchi lavozimi qachon ta'sis etilgan yoki shu lavozim so'ralgan. Bor. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Demak, 2 bilan 4 degan javob to'g'ri. Bu xato. A javobga o'tamiz. Xo'p. Keyingi testimiz 17-savol. 16-savol ishladimmi? 17-savol xaritada turibdi. Xaritani ko'ryapmiz, mana Bolgariya davlati. Yevropa xaritasini tashlab beraman hozir. Bolgariya davlati turibdi. Bu yerda endi savol beryapti. Xaritada yulduzcha bilan belgilangan hudud bilan bog'liq 19-asr oxiri 20-asr boshlarida tarixiga oid voqeani aniqlang. Javob. Ikkinchi Bolqon urushida Bolqonni yetakchiga aylangan Serbiya bo'ladi. Xo'p, yozib ketamiz. Bu Serbiya. Serbiya yetakchiga aylanadi. 1878-yil bo'lib o'tgan Berlin kongressida Avstriya-Vengriya bu hudud Bosniya va Gersegovina bo'ladi. Ikkinchi Bolqon urushida qo'lga kiritgan hududlarning bir qismini yo'qotgan ana shu Bolgariya bo'ladi. Bu Avstriya-Vengriya. Xatoda bu. Tushundingizda? Keyingi savollar mana jadvalli savollar. Bularni ham ishlash bo'yicha videolar bor. O'tgan safar ham tashlaganmiz bir videoni. Hozir javoblarni aytib ketaman. Xo'p. Ovozim boryaptimi? Ha, kelyapti. Izohlarga yozib qoldiringlarchi, ovoz va dars tushunarlimi deb yozdim. Davom etamiz. Xo'p, yaxshi. Agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa, hozir menga natijalar tashlashibdi. Natijani ko'raychi, o'zgarishlar yo'qmikan? Milliy sertifikat bo'yicha natijalar chiqdi. Testda jami qatnashganlar soni 2617 odam qatnashibdi. Hozircha 2617 ta. Xo'p, tahlil davom ettiramiz. Demak, voqea va natija berilgan javob topishimiz kerak. Mana bu usulda voqealar berilgan. Mana buning voqealarining natijasi to'g'ri berilyaptimi, yo'qmi? O'qiymiz. Agar bizda bular bo'yicha ma'lumot topamiz. Endi shunda ham sizlarga yordam sifatida. Endi o'zingiz bilasiz, qaranglar. 7 ta voqea bo'lsa, 7 ta voqeadan aytilgan bir noto'g'ri voqea ekanligini bilsangiz, birdagi javob noto'g'ri kelyapti-da. Lekin qolganini ko'pini bilmayapsiz. Birini chiqarib tashlang variantlardan.
A bilan B ni chiqarib topsangiz bo'ladi masalan. Endi B bilan B chiqib ketadi. 1. Endi qaysi xatoligini ko'rishingiz kerak yana. 6 ham noto'g'ri ekanligini biladigan bo'lsa, o'zi sizda 1 bilan 6 ni bilsangiz to'g'ri javob topsa bo'ladi. Sirani. 1 bilan 6 ni o'qib ko'ramiz. Rossiya Turkiya urushi 1768-74-yilda bo'ladi. Rossiya Boltiq dengiziga chiqish huquqini qo'lga kiritadi. Voy, birodarlar, yana qaytaraman, eslab qolinglar. Shartnomalar bo'yicha gruppaga ham yozib qo'yaman. Yaxshilab, ikkita shartnomada huquq bor. Masalan, qaylar? Rossiyaning huquqlari deyman. Demak, Boltiq dengizi shartnomasi, Nishtad shartnomasi, hop, Qora dengiz bo'ladigan bo'lsa, Quchqi qaynardimidi? Nimaga buni yozdim? Sababi yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Turkiya qayerga yaqin? Qora dengizga yaqin, to'g'rimi? Turkiya esa mana xayoliga Qora dengiz keladi, ko'pchilik xayoliga. Demak, Qora dengiz keladigan bo'lsa, Turkiya bilan imzolangan shartnoma, Turkiya bilan urush bo'lsa, Boltiq emas, Qora dengizga yaqin bo'ladi. Mana shu joyda doim eslab qoling, Turkiya Qora dengiz muammosi. Bo'ldi. Bir xato. Endi 6 ni o'qiyman. Birinchi Bolqon urushi bo'lib o'tdi. Yuqorida ko'rdik. Usmonlar davrida yoshliklar hokimiyati ag'darildi. Birinchi Bolqon urushi natijasida birdaniga Hurriyat degan partiya ag'dariladi. Bu ham xato, yoshliklar emas. Yoshliklar Italiya Liviyadan mag'lubiyatga uchragandan keyin ag'darilgan o'zi 1911da. Ikkita ma'lumotni xato ekanligini agar bilganingizda aytaylik, mana so'rashingiz ustoz, men buni bilmasdim deyishingiz mumkin-da. Lekin testga kirsangiz mana shu ikkita ma'lumot biladiganingiz ham bo'lib tushishi mumkin-da. 1 bilan 6 xato deb savollardan chiqarib tashlasangiz ham o'zi to'xtanglar. Ana turibdi, A javobda 3. 3 ni ham xato deb chiqarib olsangiz to'g'ri javob o'sha S qoladi. 1 bilan 3 ekan, 1 bilan 6 emas, yo 6 bilan 3 yo 1 bilan 3. Shunda to'g'ri javob chiqaradi. 3 ni ham ko'rib beraman. 1894-yil Yaponiya Seulda davlat to'ntarishi uyushtirib, Yapon parasi hukumat tuzgani uchun Rus-Yapon urushi boshlandi. Rus-Yapon emas bu yerda. Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida urush boshlangan. Shimonoseki shartnomasi. Rus-Yapon urushida Port-Smush shartnomasi bo'ladi. Shunisi bor. Mana yozib qo'yaman. Xitoy bilan xavfsiz yozib ketamiz to'g'ri javobga. Xitoy bilan sariq qolib qo'yaman to'g'rilik uchun. Mana bu yerga Qora dengiz bo'ladi. Hop, xullas 1, 3 yo bo'lmasa 6 3 xatoning bilsangiz javob tayyor. Qolganlar o'qishingiz ham shart emas o'zi. Ya'ni bunaqa testlar siz uchun imkoniyat demoqchiman. Kelishdik-a? Hop, davom etamiz. To'g'ri javob S. Qolganlarni aytib o'tishim shart emas. Menimcha Jolittining hokimiyati bo'lgan vaqtda 3 dan 13 gachadan kelsa, bu yerda Liviyada Italiya protektorati o'rnatiladi. Hop, Chutko'lidagi Muzusdagi jang bo'lib o'tgan Aleksandr Nevskiy rus qo'shinlari nemis ustidan g'alaba qozonadi. Ester 15 ittifoqchilar respublika to'g'ri, ikkinchi xorijda bo'ladi. Bolqon urushi, Ternopol jangi, hammasi to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Bu savollarni ishlash usuli bo'yicha menda YouTube'da bir anaqam bor. Ko'rganmisizlar yo'qmi? Hozir men o'sha bo'yicha yana tashlab qo'yaman. Ko'rganlar bo'lsa ko'rganmiz deb qo'ysangiz bo'ldi. Mana. Bo'lmasa ko'rib qo'yinglar. Javobini aytib ketaveraman bu testda, chunki vaqtimiz tig'iz. Mana shu qisqa video bor. Shuni ko'rsangiz bo'ldi. Shuningdek, mana shu videoni ko'rasizlar, izohga plus bosib qo'yinglar. Shundan javob topsangiz bo'ldi. Men buni javobini shunchaki aytib o'tib ketaveraman. Zo'r ishlash usulini o'rgatib qo'yganman-da. Hozir bunga vaqt ancha ketadi, lekin eng oson ishlash usuli. B javob. Buni shunchaki javobini aytib ketishimdan asosiy ikkita maqsadim. Birinchidan vaqtdan tejash, ikkinchidan sizlarni YouTube'dagi videoni ko'rishga majbur qilish. Chunki sizlar bu videoni
ko'rsangiz, YouTube'da prosmotrlar ko'payadi. Yaxshi, mana kanalga kirib eslatib qo'ying qaysi video ekanligini. Hop. Mana shu video. Böyle YouTube o'qimasa kerak. Mayli, chiqaylik tezroq. Bu ulanguncha o'zi vaqt ketadi. Shu videoni ko'rishingiz kerak. Davom etamiz. YouTube'ga kirib ko'rib ketasizlar. Eiler-Benz diagrammasidagi ma'lumot. Buni endi o'rgatib qo'yaman. Bu Eiler-Benz diagrammasi haqida hali tezda YouTube'ga video joylamadim. Joylasam o'rgatib qo'yaman. Tashlab ketaman yana. Hop, Taejong bilan Buyuk Sejong turibdi. Nima deyapti bu yerda? Quyida berilgan ma'lumotlar, yana bu yerda mana A dan boshlab o K, G gacha berilgan ma'lumotlar bor-ku, shu ma'lumotlar tahlil qilamiz va mana bu Eiler-Benz diagramma turibdi. Diagrammaga mos keladigan javoblarni aniqlaymiz. Ya'ni Eiler-Benz diagrammasida birinchi raqamda turgan joy Taejong. Demak, Taejong 1 ga, mana unda 1 dagi hamma ma'lumot Taejongga. Demak, mana 1 Taejong deb hisoblaymiz. Koreya Choson qiroli Taejong. 2 dagi ma'lumot Buyuk Sejong deb hisoblaymiz. Taejong yoki Buyuk Sejong. 3 ikkalasiga ham oid ma'lumot deb hisoblaymiz. Kelishdiki, 1 dagisi Taejong, 2 dagisi Buyuk Sejong, 3 dagisi ikkoviga ham aloqador ma'lumot. Ma'lumotlarni o'qib ketaman, kimning davrida bo'lganligini. Sizlar o'sha javoblardan aytib o'zi bilib olib ketaverasizlar. Boshladik demak. 1. Koreya yarim oroli markazida joylashgan Hansonni hozirgi poytaxtga aylantirdi. Bu kim bo'lardi? Bu Taejo bo'lardi. Taejo. Ya'ni Lee Song-ge. Taejo. Yozib ketaveraman yoniga. Bu testda ham ishlash usulida usulni o'rgatib ketay birinchi bo'lib. Qaylar, bunaqa turkumdagi testlarda aytaylik, bugun sizga bu ma'lumotlar notanishdir, yangi kitobdan tushganda, ertaga Buyuk Britaniya, Fransiya, Marokash, hokazo, Portugaliya, Italiya tushishi mumkin yoki Shayboniyxon va Abdullaxon ikkilar kelishi mumkin. Shunda osonroq ishlash uchun 3 ga e'tibor berasiz. Ya'ni 3 ikkoni umumlashtiruvchi javob qaysida turibdi? Mana bu yerdan qidirib yurmaysizda, mana chiqib turib, variantlar turibdi. 3 ga A, G, L, G. Bo'ldi. A yoki G yo L dagi ma'lumotlarni o'qiymiz, qaysi biri to'g'ri keladi? A. A'dagi ma'lumot o'zi Taejonga oid ma'lumot ekan. Demak, 3 ga A deb moslashyaptimi? Demak, bu test javobi xato. 100 ga 100 xato chiqadi. Chunki bitta xato 100% xato degan. Endi G ni o'qiymiz. G ni topamiz mana bu yerda. G. Koreyada Lee Song-ga asoslangan Choson qirolligi hukmdori hisoblangan. To'g'ri. Ikkovi ham Lee Song-ga asoslangan Choson qirolligi hukmdori hisoblanadi. G to'g'ri. L ham turdi, L ni o'qiymiz. L da nima deyapti? Choson qiroli akademiyasi olimlari Koreyasi. Bu L kimga to'g'ri keladi? Qaylar? G ni ko'rdik, Lee Song-ga asoslangan ikkovi ham to'g'ri. L-chi, L. L Buyuk Sejong 2 ga to'g'ri keladi. Endi nima qilamiz? Variantlarga o'tamiz, qaylar. Mana bu yerda 3 ga L degan javobni o'chiramiz-da. Chunki L 2 ga to'g'ri keladi. Ikkita javob qoldi. 3 ga G ga to'g'ri. Demak, 2 ga L qaysi biri turibdi? Mana bu yerda D, I, J, K turibdi. L yo'q. Demak, bu ham xato ketadi. L yo'q. Mana 2 ga L-ni bilardik. Buyuk Britaniya, Buyuk Sejongga oid ma'lumot. Demak, to'g'ri javob B bo'ldi. Ko'rdingizmi? 3 dagi ma'lumot xato ekanligini va u qaysiga tegishli ekanini bilsangiz ham javob chiqaveradi. Mana. A ikkoviga ham tegishli emas. G dagi ma'lumot ikkoviga ham tegishli. L dagi ma'lumotni bilasiz, ikkoviga ham tegishli emas, u faqat Buyuk Sejongga tegishli. Sizda ikkita javob qoluvdi. B javob hamda D javob. Siz nima qilasiz? L ni ham o'chirib yuborib, L ni endi bilib turasiz, chunki bilmaganingizda buni xato ekanini topa olmaysiz. L ni mana bu yerga ko'rasiz. Ikkilarda qaysi birida L bo'lsa, o'shani to'g'ri javob olaverasiz. Chunki siz L ni Buyuk Sejongga oid ekanini bilib turibsiz. Mana L qaysida turibdi? 2 da B da turibdi. S, F, J, L. Mana buni esa D, I, J, K turibdi. Bu ham xato bo'ladi.
Endi tushundingizmi? Bu to'g'ri, bu hozir ichimizda Tayyojong bilan Buyuk Sejongga oid ma'lumotni bilmaydiganlar ko'pdir. Yangi darslikdan bo'lganligi uchun o'ylanayotganlar ko'pdir. Lekin bu yerda ertaga siz testga kirganingizda shulardan tushib qolishi mumkin. Bu bir yodlab qo'ying. Ko'rib keting. Yo bo'lmasa siz biladigan Shayboniyxon, yoki davlatlar Buyuk Britaniya, Fransiya, Portugaliya, Italiya, Ispaniya, Meksika, Argentina bo'lib tushib qolishi ham mumkin. Siz biladigan ma'lumot tushganda shu usuldan foydalanib kelsangiz, osonroq yechasiz. Kelishdik, yoki boshqa mana biladigan javoblarni endi men hammasini qo'yib ketaman o'rniga. Agar qo'yib ketmasam, ko'pchilik bundan yaxshi ma'lumotlar bila olmay qolishi mumkin. Yaxshi. Nima qo'yib ketib aytib ketaman. Birda aytdim, qirollik uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan harbiy, ma'muriy va huquqiy islohotlar amalga oshirgan qirol bu Tayyojong hisoblanadi. Tayyojong. Qizartirib yoniga yozib ketamiz. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmog'i bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirgan bu Buyuk Sejong bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi, mamlakat iqtisodiyoti asosiy tarmog'i qishloq xo'jaligi Buyuk Sejong. Buni aytdik. Qirol tasarrufida bosh vazir uning 2 o'rinbosaridan iborat hukumat organ davlat kengashini esa Tayyojong davrida surgan. Tayyojongni bilasizlar, 1418, 18dan keyin 4-qirol Buyuk Sejong 18 yillik. Savol tug'iladi. Davlat boshqaruv apparati kimlarda surgan? Bu Seongjong. Ikkoviga ham tegishli emas bu. Xo'p. Uning davrida soliq hajmiga qarab o'sib borish haqida farmon chiqarildi. Soliqlarni hajmiga qarab o'sib borish to'g'risidagi farmon Buyuk Sejong davrida chiqarilgan. Har ikkisi dedim. Avstriyada. Uchga to'g'ri keladi deb ketyapman buni. Xo'p, endi Mo'g'ullarni uxlash jang qilib yengan anosi 1356-yilda Konmin bo'ladi. Ko'ryoq hukmdori Konmin. Xo'p, keyingisi dastlabki harbiy harakatlardan birida zodagonlar ixtiyorida bo'lgan bu Tayyojong bo'ladi. Tayyojong. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat esa Buyuk Sejong davrida bo'ladi. Yong'inni oldini aniqlab beruvchi hujjat, shaxsni tasdiqlovchi hujjat Buyuk Sejong bo'ladigan bo'lsa, uning davrida yangi taqvim tuzilib, yong'inni aniqlab beradigan hujjat
Shu yerda ozgina xato ketib qolibdi. Shaxsni tasdiqlovchi tayanch bo'ladi. Uzr. Ozgina xato ketib qolibdi-da bu yerda. Bu tayanch bo'ladi. Uning ishtirokida yomon bu buyuk sejum bo'ladi. Buyuk sejum bo'ladi. Uning bu ham L ham buyuk sejum bo'ladi. Shunda mana J tayanchga tushadi. L buyuk sejumga tushadi. K L buyuk sejumga tushadi, J tayanchga tushadi. Buni shunaqa qilgan javoblarni ko'raylik. Ozgina adashtirilgan ekan. Mana bu yerga buni o'rniga K ni qo'yamiz. K ni o'rniga J ni qo'yamiz. Bo'ldi. To'g'rilanib ketdi. Endi 3 dan biz javob chiqarib bo'ldik endi. Bu yerda xato ketgan bo'lsa to'g'rilab olinadi-da. Mualliflar xatosi bo'ladi. Xo'p, 21. Qaysi AQSh prezidenti davrida ESR xalqaro huquq subyekti va geosiyosiy reallik sifatida tugatildi? Gari Truman 45-yilda boshlangan katta jo'shbush bo'ladi. 88, 89 dan 92 Bush hisob qo'yiladi. Yo'ldosh Shohimboyev faoliyati bilan bog'liq to'g'ri ma'lumot toping. Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekiston Oliy Sovet prezidiumi raisi lavozimida ishlagan. To'g'ri. Yo'ldosh Shohimboyev 91-yilda bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir Muhiddinov bo'ladi. Butun Buxoro Markaziy ijro qo'mitasi raisi bo'lib lavozimda ishlagan Abduqodir Muhiddinov. Bu xato bo'ladi, xato ma'lumot. Xalq komissiyalari Soveti raisi bo'ladigan bo'lsa, Fayzullo Xo'jayev bo'ladi bu. Xo'p. Ya'ni Ministrlar Soveti raisi ishlamagan bu ham. Umuman. To'g'ri javob A bo'ladi. Keyingisi 1930-yillarda Burja inqilobi natijasida oligarxiya rejimi, ya'ni qahva oligarxiya rejimi ag'darilgan davlat Braziliya bo'ladi. Qahva oligarxiya rejimi konservativ oligarxiya rejimi o'rniga liberal sohachilar kelgan davlat esa Kolumbiya bo'ladi. 10-sinf jahon tarixi 2017da ham berib qo'ygan bu ma'lumotni. Narigini ham bergan. A1, B3 bo'ladi. To'g'ri javob C. Keyingisi quyidagi voqealarni aniqlang davlatlarni deyapsizlar. Hop, tahlil qilib beraman. 24-savol. To'g'rilab qo'ydim men narigini. Xo'p, 24-savolga o'tamiz. Quyidagi ma'lumotlar, voqealar qaysi tarixiy shaxslar haqida ekanini aniqlang. Boshladim men aytib o'tib ketaman xatolari bilan. Italiyada Alcide Gasperi davrida mamlakat NATO a'zo bo'ldi. To'g'ri, 1949-yilda a'zo bo'lgan. Shaxs voqea mos tushyapti bu. Portugaliyada Antonio de Salazar davrida Chinni gullar inqilobi bo'ldi. Antonio de Salazar davrida emas, xato bo'ladi. Spinoza edi, adashmasam. Chinni gullar inqilobi noto'g'ri. Spinoza boshida keladi-da, o'zi asli bu Kayetano davrida bo'ladi. Spinoza boshida kelishadi hokimiyatga. Keyingisiga o'tamiz. Bu xato. Salazar davrida bo'lmaydi. Xitoyda deyapti, Zedun mamlakatda rivojlanish uchun katta sakrash deb nomlangan o'ta ziddiyatli siyosat amalga oshirdi. To'g'ri. Fransiyada George Pompidou davrida a'zo bo'ldi. Hozir ko'rdik, Shengen shartnomasidagi George Pompidou deyapti. To'g'ri. Shengen shartnomasiga ko'ra a'zoligiga qabul qilinadi. Xo'p, keyingisi Filippinda Fidel Ramos mamlakatda 2006-2006 bekor qilingan
o'lim jazosini qayta tiklaydi. Fidel Ramo emas, Rodrigo Roa Duterte qayta tiklaydi. Rodrigo Roa Duterte. Yozib ketaylikmi? Mana yoniga Caetano Rodrigo Roa Duterte qayta tiklaydi. Ispaniya Francisco Franco davrida mamlakat NATOga a'zo bo'ladi, deyapti. Ispaniyada Francisco Franco davrida a'zo bo'lmaydi. Undan Juan Carlos I davrida 1982-yilda a'zo bo'lgan. Juan Carlos I. Shu to'g'ri bo'ladi. 82-yil NATOga, 85-yil Yevropa Ittifoqi Yevropa iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo bo'ladi. Eronda Muhammad Xotamiy davrida demokratik va tolerantlik jamiyat qurishga qat'iy islohotlar amalga oshirildi. Bu to'g'ri. Iroqda Saddam Husayn mamlakatda Eronga qarshi urush e'lon qiladi 1980-yilda. To'g'ri. Demak, bu yerda xato kiritilgan ma'lumotlar 6 5 2 2 5 6 ekan xolos. 2 5 6 xato bo'ladigan bo'lsa, 1 A javob, S javob chiqib ketadi, B javob chiqib ketadi. To'g'ri javob D javob qoladi. 25 900 bor. Qaranglar, 19-asr oxiri 20-asr boshlarida O'rta Osiyo davlatlarining ayrim tumanlarida hunarmandchilik ishlab chiqarishning u yoki bu sohaga ixtisoslashuvi jarayoni kuzatildi. Quyidagilardan metalni qayta ishlash zavodlari bor. Buni oldin ham tushuntirib qo'yganman. Metalni qayta ishlab chiqarish zavodlari. Bu yerda xato ma'lumotlarni olib tashlab turib topamiz. Xonqa Xo'jayli Bug'ot olib tashlaymiz. Xonqa Xo'jayli Bug'ot olib tashlaymiz. Yangiurganch bor. Yangiurganch, Hazoras, Chimboy, Buxoro, Xiva. Bu yerda hammasi Yangiurganch bo'ladi. Xonqa, Hazoras, xona Bug'ot yo'q. Bu bo'yicha men qo'llanma beruvdim, tashlab beraman. Oldingi test tahlil qilganda hozir. Xo'p, 1 daqiqa. Metalni qayta ishlash zavodlari bor, keyin ko'nchilik mahsulotlari bor. Buni men javoblar bilan tashlab qo'yganman sizlarga. Mana. Qaranglar, ko'nchilik mahsulotlari deganda Yangiurganch, Buxoro, Xiva bo'ladi deganman. Ya'ni ikkita keladi bizga ertaga savolda. Ko'nchilik mahsulotlarini toping deydi yoki metalni qayta ishlash zavodlarini toping deydi. Ko'nchilik mahsulotlarida ham metalni qayta ishlashda ham uchta shahar bor. Yangiurganch, Xiva, Buxoro bor. Endi faqat ko'nchilikni so'rasa, shularga qo'shadiganimiz Xonqa Xo'jayli bo'ladi. Metalni qayta ishlashni so'raydigan bo'lsa, Chimboy Hazratov bo'ladi. Tushundingizmi? Ko'nchilik so'rasa ham, metalni qayta ishlash so'rasa ham Yangiurganch, Buxoro, Xiva bor. Endi ikkita qattiq bo'lsa ko'nchilikka to'g'ri keladi. Xonqa Xo'jayli, Chimboy Hazratov ularni olib tashlab, bunga Chimboy Hazratov qo'yadigan bo'lsak, metalni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Qo'llanma qilib tashlab qo'ygandim. Topshiriq bo'ladi. Xo'sh. Mana ekranga ham ko'rsataman. Mana YouTube'da ko'radiganlar ma'lumotlar mana. Ko'nchilik so'raydigan bo'lsa ham,
Metallni qayta ishlash zavodlarini so'raydigan bo'lsa ham, Yangiurganch, Buxoro, Xiva bor. Endi metallni qayta ishlashga mana shu uchalasiga bitta qo'shamiz, chimboy bilan hozir CHni qo'shamiz. Endi ko'nching so'rasa CHni olib tashlab, o'rniga XH, Xonqa xo'jayinni qo'yamiz. Hozir mana bundan ko'nching so'ragan ekan. Bunda mana ko'nching so'ragan bo'lsa, Xonqa xo'jayinni qo'yapti tezga. Endi mana bunda esa metallni qayta ishlash zavodlarini so'ragan. Bunda Xonqa xo'jayin chiqarib, chimboy bilan hazrasi to'layapmiz. 3 bilan 5. Shuni to'g'ri javob B bo'lyapti. Endi tushundingizmi? Keyingi savolga o'tamiz. Quyida berilgan ma'lumotlarni o'qing, to'g'risini toping deb ketgan. To'g'ri, noto'g'ri topamiz buni ham. Chin murakkabroq. 2026-yil 1-12 dekabrda 1926 o'zi 1926-yil 1-12 dekabrda Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikiston Avtonom Sotsialistik Respublikasi Sovetlarining 1-ta'sizda O'zbekiston SSR tarkibiga Tojikiston kiritildi. Bu to'g'ri. Bobom Og'ronbek tashabbusi bilan emas, 2. Fayzulla Xo'jayev tashabbusi bilan bo'ladi. Mana shu yerda xato ketgan. O'zbekiston SSR Markaziy ijro qo'mitasi huzurida 1925-yilda martda davlat apparatini mahalliylashtirish markaziy komissiyasi turgan. 3. Hop. Bu yerda aytilyapti, 31-yil Qo'qon, Chust-Pop, Oqdaryo, Ikrom, G'ijduvon, Vobkent, Bauman, Denov, Sariosiyo, Quvada konstitutsiyalarga to'g'ri bu. Uni o'zbekda eskisi berib qo'ygan. Mana bu yerda haliga xato yana qaytarilgan. Okrug sudlari emas, uy sudlari bo'ladi. 5 ta ham Vasilyevskiy emas, Vyatkin bo'ladi. Bitta narsa olib qo'yilgan ekan. Bu yerda menimcha hamma bilib bo'ldi. 2, 4, 5 noto'g'ri. 2, 4, 5 noto'g'rilar. A javobda 2 noto'g'ri, 4 noto'g'ri, 5 noto'g'ri. A javob to'g'ri bo'ladi. 2, 4, 5 noto'g'ri. Xo'p, 1, 3 to'g'ri ekan mana. B javobda 2 to'g'ri deb bergan, S javobda 2 noto'g'ri, lekin 5 to'g'ri deb beryapti. D javobda 2 noto'g'ri, 4 to'g'ri deb beryapti. To'g'ri javob 2, 4, 5 noto'g'rilar faqatgina o'sha A javobga kelyapti. 27. Qadimgi Eron hududida 224-yilda Ardashir I tomonidan Sosoniylar davlatiga asos solingan edi. Ushbu sulolaga Qaysar xalifasi fathlar natijasida barham berilgan. 651-yilda Umar ibn Xattob bo'ladi. Hisob qiling. Umar ibn Xattob. Xo'p, keyingisi 2000-yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 55-sessiyasi, ya'ni 1000 yillik sammitida Islom Karimov ilgari surgan g'oyalar qatorida qaysi qatorda berilgan deyapti. Demak, ko'ramiz. A javob 1. To'g'ri aniqlang. Afg'onistonni yadro qurolidan xoli zona deb e'lon qilish. Afg'oniston muammosi bo'yicha BMTning maxsus komissiyasi. Bu 95-yildagi sessiyasiga borib aytardi. 95-yilda bo'ladi bu. Qizartirib qo'yamiz. Xatoda. 2. Birlashgan Millatlar Tashkilotining mintaqaviy va global muammolarni hal etishdagi o'rni va ahamiyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini e'lon qiladi. To'g'ri bu. 3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar huquqi to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ishlab chiqdi. Bu Shavkat Mirziyoyev davrida 2017-yil bo'ladi. 2017. 4. Orol muammosi bo'yicha BMTning maxsus komissiyasini tuzish bo'yicha chiqqan. Bu 93-yilda. 5. Xavfsizlik kengashi doimiy a'zolari tarkibiga Germaniya va Yaponiyani qo'shish. Bu to'g'ri. Bosh kotib orqali kengaytirish, bu ham to'g'ri. Demak, 1, 2, 5, 6 ekan. To'g'ri javob 2, 5, 6. D javob bo'ladi. Qolganlarning yilini ham yili bilan aytib ketdim. Bu 2000-yildagi sessiyada Islom Karimov taklifladi. Bu savollar tushgan oldin DTMdan tushgan. 30 salik testlarda sertifikatdan berishi mumkin. Angliyada taxt vorislari to'g'risida bil qabul qilingan yilni yozib ketaman. 1701.
1701. 1701-yilda qaysi sulola hukmron edi deyapti. Oraniylar bo'ladi. Oraniylar sulolasi yozib ketaman. 1688 1714-yillarda bo'ladi. Stuartlar sulolasi 1603 1688. Gannoveliklar sulolasi 1714 1901. Tudorlar sulolasi 1485 1603. Keyingi savolga o'tamiz. Asarlar va ularning mualliflari. Xo'p, 8-sinf 9-sinfdan berilgan ko'p asarlar bu safarda ham tushishi mumkin ba'zida. Eslab qolinglar. Abulxayrxon tarixi degan asar Usmon Ko'histoniy qalamiga mansub. Tarix Abulxayrxon. Tazkira-i Shuaro degan asar muallifi Muhibbiy degan adib va Kitob Fitoyi val Huruf Farobiyniki. Demak, 1 B Tazkira-i Shuaro, 2 D, 3 F. To'g'ri javob mana D javob ekan. Hop, keyingisi chizmada nomlarga to'g'ri moslashiring. Pavlov, Zhukovskiy, Mendel. Hamma biladi, irsiyat qonuni formulasini Pavlov ishlab chiqqan. Zhukovskiy qanot ko'tarish kuchini aniqlaydi, adashmasam. Mendeleyev jadval, davriy jadvalni yaratgan. Mendeleyev yana bitta tomoni bor. Ustun poroxni Velvedan mustaqil ravishda yaratadi. Demak, 1 B 2 D 3 F. Bu ham o'sha shu kechdi, lekin B javobga to'g'ri javob bo'ladi. B. Keyingisi SSR va AQSh o'rtasida sodir bo'lgan sovuq urush qaysi AQSh prezident davrida boshlangan? 1945-yilda 47-chi sovuq o'sha Marshall rejasi qabul qilingan. Uinston Cherchill o'sha Hiltonda aytadi-ku, shunaqa temir parda bo'ldi deb. Xullas 46-47 dan boshlangan bo'lsa ham 45 deydi ko'pchilik, 45-91 deb aytadi. Gari Truman bo'ladi. Franklin Roosevelt emas. Franklin Roosevelt vafot etgan. BMT tuzilishi ham Gari Truman davriga to'g'ri keladi, hisob qo'yinglar. Gari Truman. Kichik katta Jorj Bush haqida ma'lumotlar. Katta Jorj Bush davrida O'zbekiston mustaqilligini birinchi yilda tan oladi. AQSh. Bu ham katta Jorj Bush bo'ladi. Birinchi bo'lib mustaqillikni tan olganlardan qaysi prezident davri deydigan bo'lsak. Sovuq urush tugashi ham katta Jorj Bush bo'ladi. Hisob qolinglar. Hop, keyingisi A va F nuqtalariga javoblarni topamiz. Quyida berilganlardan orasidan qaysi urush eng uzoq davom etgan? Fransiya Prussiya urushi, 100 yillik urush. Bularni hozir men yillar bilan yozib, qancha davom etganini aytib ketaman. Boshladik. Demak, Fransiya Prussiya urushi 1870-71-yilda davom etgan. 1871 100 yillik urush 1337 1453 Qrim urushi 1853 1856 mana sovuq urush 1945 1991 masalan Eron Iroq urushi 1980 1988 o'tgan safar dars o'tganimda shular bo'yicha ma'lumot berib ketdim. Eron Iroq urushi haqida. Shimoliy urush 1700 1721 Endi savol tug'iladi. Eng uzoq davom etgan urush. Eng avvalni topadigan bo'lsak, bu yerda
Eng avval bo'lgani o'sha 100 yillik urush eng avval bo'lganda 1237. Eng uzoq bo'lgani ham 100 yillik urush bo'ladi. Demak, bunga ham B bo'ladi. Endi qaysi urush natijasida Turkiya ustidan G'arb davlatlari homiyligi o'rnatildi? Bu Qrim urushi bo'ladi. S. Demak, 33-35 savollarni ham aytib o'tdik. Endi qolganlarini tezda aytib o'tib ketaman. Hop. Javoblarini. Chunki vaqtimiz oz qoldi. Bularni tushuntirib o'tiradigan narsalar yozma savollarni ishlash usulini alohida o'rgatib qo'yaman. Bular javoblarni tezda aytib o'tib ketaman. Demak, boshladik. 13-asrda Yevropadan sharqqa qaratilgan salbiy yurishlar davom etdi. 7-salbiy yurishi 1248-1254-yilda davom etganda Fransiya qiroli kim bo'lgan? 7-salbiy yurishlarda ham 8-salbiy yurishi ham Lidovik Liu 9 davrida bo'ladi. Sariq rangga olib qo'yaman, o'qish osonroq bo'ladi. Keyingisi Lidovik 9 qaysi sulola vakili bo'lgan? Lidovik 9 Kapetina sulolasi vakili hisoblanadi. o'n 19-asr boshlarida Rossiya Kavkaz Bolqon hududlarida o'z ta'sirini kuchaytirdi, deyapti. 1811-12-yil Usmoniylar imperiyasi va Rossiya o'rtasida imzolangan Moldaviyaning sharqiy qismi Rossiyaga qo'shib olish shartlari olingan shartnomani yozing, deyapti. Boya ko'rib o'tdik shartnomani. Buxarest shartnomasi. Ruminiyaning Buxarest nimasi imzolanganda? Buxarest shartnomasi. 1813-yilda deyapti, Rossiya Eron o'rtasida imzolangan Gruziya, Dog'iston va Ozarbayjon kattagina qismiga bo'lgan davlat voz kechgan shartnoma nomi Guliston shartnomasi. O'ttiz sakkiz. Portugaliyada yangi davlat deb ataladi kimning davriga Antonio de Salazar bo'ladi. Ijtimoiylarda esa Marcelo Caetano bo'ladi. O'njahon yozib qo'ygan. O'stoqos Temur davri Shohrux Mirzo ayrim hududlarda o'z yaqinlari boshqaruv uchun bergan. Shohrux Mirzo Shoh Malikka bo'lib bergan. 8-sinf O'zbekiston tarixida berilgan. Hop, Xorazm bo'ladi. Kobul, G'azna hamda Qandahor hududlarini Mirzo Qayduvga bo'lib beradi. Kobul, G'azna va Qandahor. Arab xalifaligi davrida siyosiy kurashlar kuchaydi. Abu Muslim qaysi xalifa davrida o'ldirildi, deyapti. Abu Muslim o'ldirilgan davr o'sha Al-Mansur davriga to'g'ri keladi, xalifa Al-Mansur. (755-yilda o'ldiriladi. Osizga Xorazm viloyati va unga qo'shilgan hududlar hukmdori degan yorliq bergan xalifa nomini Al-Muqtafiy deb aytganmiz, arab xalifalarida.
Shayboniylar davlatida taxt vorisligi tizimi mavjud bo'lib, Shayboniylarda sulola taxt vorisi nima deb ataldi? Ko'chkinchi xon qaysi hukmdan ham bo'ldi? Shayboniylarda navvob, qo'lg'a yoki kichik xon deb atalgan taxt vorisi. Ko'chkinchi xon taxt vorisi etib tayinlagan shaxslardan biri Suyunchi xo'ja keyin vafot etadi. O'rniga Ubaydulla sulton keladi. Navvob. Bittasini yozsangiz bo'ladi bunga. Qo'lg'a yoki kichik xon. Oliy hukmdor bo'lgach, ukasi Suyunchi xonni taxt vorisi, chunki ularda mo'g'ullardan an'anasiga ko'ra yoshi katta xon o'tirish kerak deyiladi. Ukasi Suyunchi xon bo'lgan. Suyunchi xon vafot etadi. Suyunchi xo'ja deylik. O'rniga keyin Abu Said bo'ladi. Abu Said keyin taxtga o'tirardi. Temurlar davrida Mo'g'ulnahar hududida siyosiy kurashlar davom etdi. Bobur Samarqand taxti uchun kurashayotgan paytda Andijonni egallab olgan shaxsni yozing. Ukasi emas, dastlab Ahmad Tanbal egallab oladi. Ahmad Tanbal kurashayotgan vaqtda. Xo'p, Zaxirda Muhammad Bobur Ko'limalik jangida kim boshida Shayboniylar qo'shinidan yengildi? Ubaydulla sulton. Ubaydulla sulton Bobur 1511-yilda Bobur boshchiligidagi o'sha qo'shinni va qolaversa Eron shiyalarini ham surib chiqaradi. Ubaydulla sulton. Shayboniy xonning ukasi Mahmud sulton o'g'li bilan Ubaydulla sulton 1333 dan 40 gacha Buxoroni boshqargan. Buxoroning eng kuchli hukmdorlaridan biri. 1917-yildagi siyosiy o'zgarishlardan keyin Turkiston o'lkasida yangi tashkilotlar vujudga kela boshlagan. Muvaqqat hukumat tomonidan Turkiston o'lkasining bosh komissari etib tayinlangan shaxs kim? Hamma biladi, Korovichenko bo'ladi. Korovichenko. O'tgan safargi testlarda Farg'ona diktator tushgan, Balanov. Sho'riy ulamo tashkiloti Toshkent shubasi yetakchisi Sherali Lapin bo'lgan. Shu bilan bo'lingan-ku. Qo'qon Mulla Ulug'xon To'rayev bo'lsa, bu Sherali Lapin. Qo'qonniki bo'lsa, bu Toshkentniki Sherali Lapin bo'ladi. Ikkinchi jahon urushida O'zbekiston yirik irrigatsiya inshootlarini qurdi. Urush yillarida qurilgan suv omborlari bor, kanallari bor. O'zbekiston kimdandir so'raganini aytib ketganman. Suv omborlarini yodlashda asosan farqi bor. Soylar bo'ladi. Budasoy, Kosonsoy deb esib qolasizlar. Kanallar bo'lsa Yuqori Chirchiq, Shimoliy Farg'ona, So'x, Shohimardon deb ketganmiz. Bu yerga Budasoy, Kosonsoy yozamiz. Yana bitta katta qo'rg'on ham bor. Katta qo'rg'on. Endi ikkinchi jahon urushlarida qazilgan bu ham testlarda ko'p tushgan. Menimcha ko'pchilik biladi. Xullas, Yuqori Chirchiq, Shimoliy Farg'ona, So'x, Shohimardon va Uchqo'rg'on. Ushbular kanallar va urushlarda. Bu savollar hamma milliy sertifikatga ko'rib menimcha tushunmaydigan bo'lib ketgan. Yana bilmadim, tushib qolishi ham mumkin. Mang'it hukmronligi davrida xalqning katta qismi o't aholini tashkil qiladi. Ayni paytda ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi turmush kechiruvchi urug'lar ham mavjud. Endi haligida Mirzacho'l hududida yashaganlarni toping. Saroylar. Mirzacho'lda cho'lda saroy qurib olishgan. Ular saroylar bo'ladi. Kenegasar Shahrisabzda. Kenegasar urug'idan bo'lgan Shahrisabz hokimi Ibrohim Beylikramida saroylar bo'ladi. Kenegasda esa Shahrisabzda esa Kenegas urug'i bo'ladi. Kenegas.
Xo'p. Demak, test tahlilimiz yakunlandi. Xo'p, test tahlil darsimiz yakunlandi, hurmatli ishtirokchilar. Hozir javoblari bilan birgalikda tashlab beraman bitta kanalga. Bunday testlarimiz yana ikkita variantda o'tkaziladi. Bundan buyoq yopiq guruhda o'tkazamiz test tahlil darslarini. Oldindan ogohlantirib aytib qo'yaman. Yopiq guruhimizda bo'ladi. Yopiq guruhimizga ulov olsangiz bo'ladi. Endi ertagadan boshlab yopiq guruhda ehtimoliy qo'llanmani ertaga emas, singlimlarga beramiz. 7-sarguzasht haqida berilmagan 8-2 ham bo'ladi. Lidok 9 savollarga javob berib ketaylik bir yo'sinda. Xo'p. Test ma'qul keldimi sizlarga? Endi tahlili bo'yicha mana qo'shimcha ma'lumotlar bilan aytib ketamiz. Ana 19-savolda quyidagi videodan ko'rib olsangiz bo'ladi. Masalan, juda 18,000 ta odam ko'rgan ekan bu videoni. Shu video orqali ham ko'rsangiz bo'ladi test tahlil darslarimizdan. Xo'p, endi bundan buyog'iga darslarimiz endi yopiq guruhda o'sha imtihonga oz qoldi. Faqat yopiq guruh shaklida olib boriladigan bo'lyapti. Testlarimiz ham, tahlillar ham. Xo'p. Test va dars. Deyman, o'zingizni fikringizni Xo'p, hamma o'zini fikrlarini bildirib qolishi mumkin. Keyin darsimizni yakunlaymiz. Xo'p, menimcha darsimizda qancha odam qatnashdi? 1900 tam odam qatnashdi. Kimdir skrinshot qilib olganmidi? Rasmga oldim. 1900 odam qatnashdi. Menimcha boshlanishi yomon emas. Menimcha hali tarix sferasida bunaqa hali odam qatnashmagan. Imkon boricha ko'pchilikka yetarli yaxshiroq ma'lumotlar beramiz. Xo'p, endi bu yerda test qildimda, tahlilni to'g'risini aytaman. Ko'p savollarni maydalab tushuntiriladigan joylarni tushuntirmasdan tashlab ham ketdim. O'ziga sabab bor edi, vaqt juda kam bo'lganligi uchun. Tashlab ketdim. Xo'sh. Xo'p. Savollar bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Izohlarda javob berib ketaman. Endi bundan buyog'iga yana qaytaraman. Qatnashganlarga rahmat. Bu kanalda ham material, ma'lumotlar berib boramiz. Endi yopiq guruhimizga ulanish uchun maxsus link beramiz. Yopiq guruhda qolganlar davom etib ketaveradi. Mabodo ichimizda ulanmoqchilar bo'lsa, Sodiqjonga aytasizlar. Sodiqjon qo'shib qo'yadi. Ehtimoliy qo'llanmani ham ertaga shu nima menimcha ehtimoliy qo'llanmadan dars o'tyapmiz. 3-qismi bor-da. 3-qismini ehtimoliy qo'llanmani eslab turinglar. Ruxsatnomalar chiqqandan keyin beramiz. Ruxsatnomalar chiqadi, keyin beramiz. Nimaga unaqa? Sabab bor o'ziga yarasha. Yana bitta tomoni, biz ehtimoliy qo'llanmalar asosan o'sha milliy sertifikatga ixtisoslashtirilgan bo'ladi. Qanaqa desam bo'ladi? Ya'ni qaysi guruhdagilarga o'xshab, misol uchun bitta ehtimoliy qo'llanmani orasida 36A, 37B degan savoldan 3-4 ta savol ishlab qo'yib, bo'ldi, imtihondan ishlab tushar ekandek. U umuman noto'g'ri narsa-da. Shunaqa imtihon tayyorlanishi mumkin savol sizlarga. Unaqa qilib mana bizda 20 bitta variant testimiz bor-da, o'ylab ko'ring. Har bitta savoldan har bitta 36 ni o'ziga 20 bitta savol turibdi. Masalan, 36A, 37B qilib ishlayman desangiz, 20 bitta 36 ni o'ziga savollar bor. Lekin bularni birortasi tushmasligi mumkin. Bizni darsimiz u boshqacharoq bo'ladi.
boshqacharoq ma'lumot asosida ishlaymiz. Bizni biladi ko'pchilik, o'tgan safargi imtihonda ham juda ko'pchilik qatnashib, oxirida misol uchun ko'plab material qo'limizga qanaqa material bo'lsa, o'sha darsimizda beramiz, natija qilishadi. Hop, qo'shilmoqchilar o'sha Sodiq Abdug'aniyevga yozaveradi. Hozir ma'lumot tashlab qo'yaman. Darsimiz bo'yicha audio darslar, o'sha tahlilda audio darsi, qo'shimcha nimalardi? Ertaga kunduz tashlab yuklab qo'yaman kanalga. Natijalar 2600 tam odam qatnashibdi. Natijalarda uni ham erta kunduzi tashlab qo'yaman. Xo'p, qatnashganlarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamkasblaringizni kanalimizga taklif qilinglar. Xudo xolasa bu haftadan boshlab kuch rejimli yopiq guruhimiz ham dars olib boramiz. Yopiq guruhda mana shu izohga kirib, mana shu insonga yozasan. Menga yozmanglar. Menga emas, Sodiqjon Abdug'aniyevichga yozasizlar. Men javob bera olmayman. Endi hozir kechroq hammaga javob berib chiqishga vaqtim bo'lsa beraman. Lekin to'g'risi hozirgi ayni vaqtda javob bera olmay qolishim ham mumkin sizlarga.